Assalomu alaykum qadrdonlar. Xudo xolasa bugungi kunimiz hammalarimizga xayrli va barakatli bo'lsin. Xudo xolasa keyingi stenoylarimiz tayyor bo'ldi akalar. 1.30lik jodimiz, gelatina jodimiz, 3D stenoylarimiz, bitta peshana begilganimiz, segmentlarimiz akalar. Tepalari olinadi 1.30lik segmentlarimiz. 1.50lik segmentlarimiz bular. Qo'llari hammasi olinadi, taglari ham olinadi. Bunisini ko'rsatamiz. Xuddi mana shu holatda qo'y yechiladi, hammasi yechilib olinadi. 3.30lik listakifimiz va yana 4.30lik listakifimiz. Peshana bugay deganimiz, bitta universal qaychimiz. Mayda qaychichalarimiz. Ular bu xolosa Qirg'izistonga ketadi. Qaychisini bir ko'rsatib qo'yamiz. Bunisini ham ko'rsatib qo'ydik. Akalar, kimgadir shunday stenoga kerak bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa, Everestga murojaat qilinglar. Ekran ostida nima bilan qoldiramiz. Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda xudo xolasa chiroyli dastavkalar qilib beramiz akalar. Tanlovda adashmaysizlar, yoqqan bo'lsa bittadan like bosib, obuna bo'lishni unutmaysizlar. Salomat bo'lasizlar.